Bir yigitga 3 ta qiz oshiq ekan. Yigit esa turmush qurish uchun qaysi birini tanlashni bilmasdan bosh qotgan. Bir kuni u uchala qiziga ham bir xil miqdorda pul berdi va har biriga xohlagan narsangiz sarfla deb aytadi. Birinchi qiz darrov kosmetika do'koniga tushadi, o'ziga krem, niqob va turli tuman parvarish vositalarini xarid qiladi va go'zallik saloniga borib keladi. Yigit uchun yana ham chiroyliroq bo'lishni xohladi. Qaytib keldida yigitga siz uchun go'zal bo'lishni xohladim deb aytdi. Ikkinchi qiz boshqacha yo'l tutdi. Puliga yigitga sovg'alar oldi. Zo'r kamar, soatlar va boshqa narsalar xarid qildi. Qaytib kelib, men sizni oldimda yanada savlatli va viqorli bo'lib turishingizni xohlayman deb aytdi. Uchinchi qiz esa hech narsa demadi, pulni oldi, sarmoya qildi va bir haftadan keyin yigitga pulni 2 barobar qilib qaytardi. Va u aytdiki, bizni kelajagimiz yaxshi bo'lishini xohlayman dedi. Yigit o'tirib o'ylab ko'rdi. Birinchisi mehribon, ikkinchisi saxiy, uchinchisi aqlli va tejamkor va u oxir oqibat bir qarorga keldi. Endi esa sizga savol. Agar yigitning o'rnida bo'lganingizda qaysi qizni tanlagan bo'lardingiz?